aka yibanlarga qanaqa maslahat berasiz? Bitta narsani tushuning. Yiban odam u har doim o'zini eng aqlliman deb o'ylaydi. Sizlar shuni tushuninglar. Bizdan yiban deganimiz bilan ular bizni yiban deb o'ylaydi. Siz shuni bilasizmi? O'zi, unda psixologiyani kim o'qigan? Men psixologiyani yaxshi tushunaman. Yiban odam, ahmoq odam, u o'zi butun dunyoni ahmoq deb o'ylaydi. Unga hech qachon bo'yniga qo'ya olmaysiz. Sizdan yibansan. Prosta siz o'z fikringizni o'zgartirasiz, o'sha holatga, o'sha insonga, o'sha shaxsga nisbatan bo'ldi. Вот это тебя спасет. U har doim o'zini aqlli dedi. Hech qachon o'zini yibanman, jinniman demaydi. Assalomu alaykum. Yo'q, so'qmayman. Jonli efir qilib, yibanlar haqida fikringiz nima deyapti? Men aytyapman, yiban odam, naborot, butun dunyoni yiban deb o'ylaydi. O'zini har doim aqlli deb o'ylaydi. Yo'q, logически o'ylang. O'zi bu dunyoda hamma jinnixonadagilar o'zi qo'lga tushib qolganlar xolos. Hammada bor, ozgina. Misol uchun odamlar bilmaydi-da, prosta odamlar faqat hozir kimdan